Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Hozir biz kameliya, azaliya va boshqa to'y kunlarimizga, xona gullarimizga kokteyl tayyorlab, sprey qilib chiqmoqchiman. Barglariga bu uchun bizga kerak bo'ladi sulfat magniy. Sulfat magniy juda ham yaxshi, barglarini yam-yashil qilib saqlab turishda, baquvvat qilib saqlab turishda juda ham yaxshi vosita. Ayniqsa mana yozda issiq kunlarida buni tez-tez qo'llab turish kerak gulga. Ikkinchisi monokaliy fosfat. Monokaliy fosfat ildizlarini baquvvat qilib, ildizi chirishini va ildizi rivojlanishi uchun gulni hamma effektlovchi yaxshi dori vosita hisoblanadi. Ikkalasini hozir biz qo'shgan holatda aralash qilib tayyorlab olib, gullarini ustidan baragiga sepib chiqamiz va gullarni ildiziga bersangiz ham bo'ladi. Hozir yangi ekilgan gullarga qo'llamaysiz, faqat agarda yangi ekilgan gullaringiz bo'ladigan bo'lsa, kamida 2 hafta kutasiz, 15-20 kutasiz. Yangi ekilgan gullarga umuman berish mumkin. Hozir men asosan barglariga sprey qilish uchun tayyorlayapman. Bu dorilar yoz oyida issiqda gullarni bariga sarg'ayishdan, to'kilishdan, o'sishdan to'xtab qolganligi uchun qo'llasangiz, barglarini yam-yashil qilib o'stirib, barik to'kishini to'xtatib, ildizini baquvvat qilib, agar g'unchalagan gullaringiz bo'lsa, issiqdan g'uncha bilan to'xtab qolgan bo'lsa, o'shalarni g'unchasini ochilib tez gullashiga ham yordam beradi monokaliy fosfat. Kamila gul bo'ladigan bo'lsa, kimda barik tashlaydigan bo'lsa yoki g'unchali qolib ketgan bo'lsa, o'sha kamila guliga berishingiz mumkin. Faqat yoz oyida kechki salqin bilan berasiz. Hozir buni tayyorlab olamiz. Dorini tayyorlash uchun bizga hozir 2 ta idish kerak bo'ladi. Sababi bittasini bunga alohida qilib aralashtirishimiz kerak. Ikkalasini bittada aralashtirib bo'lmaydi va grammli qoshiqchalar kerak. Hozir men 7 litr suvga tayyorlamoqchiman, ya'ni 7 gram. Har bir 1 litrga 1 gramdan tayyorlaysiz. Mana bu o'lchovda 1 litr. 1 litrga 1 gram bo'lgandan keyin men 7 litr olganman suvni. O'shaning uchun qoshiq o'lchamda ham bu 5 gramlik. 5 gramlik qoshiq, o'sha bilan to'ldirib solsak, bu 2 gramlik qoshiq. Hozir o'sha bilan solib chiqamiz endi. Dozani oshiravermas kerak. Mana to'ldiravermasdan sillara qilib bir qoshiqcha oldim. Endi 5 gram olaman. Oldin ham ishlatganman, ichida kamroq qolgan. Hozir ko'ramiz 5 gram chiqadimikan bu. Bo'ladi. Hammasini sovuramiz. Hammasini savursak bo'larkan 7 gramga. Endi bunisini ham xuddi shu o'lchovda olamiz. Mana ikkalasini ham bir xil holatda solib oldik. Yaxshilab aralashtirib eritishimiz kerak buni. Erimay qolmaslik kerak. Yaxshilab aralashtirib, ko'proq ushlov berib eritib olishingiz kerak. Suv bilan reaksiyaga kirishib, agar ikkalasini bitta qilib dorini chelakka solsangiz, ikkalasi reaksiyaga kirishib yomon natija berishi mumkin. O'shaning uchun suvda alohida taxlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana erib bo'ldi. Endi buni qo'shamiz chelagimizga. Qo'shdi ham alohida qo'shish kerak. Buni qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz buni.
va ketidan ikkinchisini qo'shamiz. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Endi buni suv purkagichimizga solamiz va gullarni shoxiga purkab chiqamiz. Mana shunday qilib hammasini barigidan berib chiqasiz. Ya'niki hamma gullarga bo'ladi bu. Juda ham zo'r effekt beradi. Buni ildiziga ham qo'ysangiz bo'ladi. Hozir men ortib qolsa ildiziga ham qo'yib chiqaman. Shunaqa tarzda hamma gulga qo'rqmasdan, ayniqsa kamela gulda juda yaxshi natija beradi. Barigi to'kilib ketdi, quruq qoldi degan gulni sevar mijozlarimiz uchun bu juda ham yaxshi natija. Shunaqa qilib chiqsangizlar, hozir mana ildiziga ham berib ko'rsataman. Mana oldik, mana ildiziga qo'yamiz. Mana shu ikkita dori, buni gul do'konlarida sotadi, Vit aptekalarda sotadi. Bemalol xarid qilib foydalanishingiz mumkin. Sizlarga videomiz ma'qul tushgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilardik. Keyingi videoda yana sizlar uchun foydali bo'lgan ma'lumot olib chiqishga harakat qilaman. Xayr, sog' omon bo'linglar.